Assalomu alaykum. Arab tili darslarini o'rganishda davom etamiz. Bugungi harfimiz ta. Ta harfimiz xuddiki ba kabi yoziladi. Ya'ni b harfimizning tagida bitta dona nuqtasi bor edi, ta harfining ustida esa ikkita dona nuqtasi mavjud bo'ladi. Bu harfimiz ta hisoblanadi. Ba kabi takrorlash holatida mana bu b edi. Bu b harfimiz. Boshini yozmoqchi bo'lsak, bosh qismini kesib olardik. Diqqat bilan qaraymiz. Bosh qismi shu ko'rinishga ega. Xuddi shundoq ta ham bosh qismini kesamiz va ikkalasi bir xil ko'rinishga ega. Va ikkalasida ham tagida nuqtasi bor. Faqat b da bitta dona nuqta, t da ikkita dona nuqta va t da ustiga qismiga qo'yamiz. Keyingisi o'rta ko'rinishi mana bu keldi. B harfi ikki tarafga qo'l bergan shaklda keldi. T ham xuddi shundoq ikki tarafga qo'l bergan shaklda keladi va b da tagida bitta nuqta, t da esa ikkita nuqta hisoblanadi. Ya'ni bu bosh ko'rinish, bu esa o'rta ko'rinish hisoblanadi. Oxirgi ko'rinish 28 ta harfimiz hammasi oldingi darslarimizda aytganimizdek har doim o'zini asliy ko'rinishi bilan yoziladi. Mana b ni o'zi asliy ko'rinishi qaytib keldi. T ni o'zi yana o'zini asliy ko'rinishga qaytdi. Ta harfi tabassum harfi. Bunda t ikkita nuqtasidan tanib olasiz. Bosh ko'rinishi bo'lsin yoki o'rta yoki oxirgi ko'rinishlarni nuqtalardan bilib olasiz. Talaffuziga keladigan bo'lsak, t harfi sukunli bo'lgan holatda at, it, ut tarzda talaffuz qilinadi. Harakatli bo'lganda esa oddiy o'zimizning t'miz kabi ta, ti, tu tarzda talaffuz qilinadi. Bularga misol ta harfiga tarix, tu harfiga Turon kabi so'zlarni o'zbek tilida misol qilishimiz mumkin. Sukunli bo'lganda esa at degan urg'u beramiz. Faqat rus tiliga o'xshab at degan urg'u bo'lmasin. At to'g'ridan kelib uriladi va bunga misol qilib aytadigan bo'lsak, madat kalimasi to'g'ri keladi. Endi sizlar bilan ta harfi ishtirokida so'zlarni misollarda o'rganib chiqamiz. Qarang. Biz o'tgan harflarimizni alif, ba va bugungi o'tgan harfimiz ta harflarini o'tib oldik. Va endi 3 harfni biz bilamiz. Va shu ishtirokida so'zlarni tuzib chiqishimiz kerak. Abat. Abat. Mana ko'rib oling. Dona-dona tezlashmagan holatda o'qiymiz. A, b, a, ba. Bu esa nima edi? Bugungi o'tdik. T to'g'ri. Abat sukunli bo'lgani uchun urg'u beramiz. Xuddi madat deganga o'xshab abad tarzda beramiz. Davom etamiz. Keyingi so'zimiz o'qishga harakat qiling. Ba, to'g'ri, yana ba, t, babat. Babat. Keyingi so'zimiz ba, bu, b. Ba, bu, b. Agar xuddi shuni endi nuqtalarni o'zgartiramiz. Istagan joyidan. Men oxirida o'zgartirdim. Nuqtani tepaga qo'ydim. Ba, but bo'ldi. Ko'rib oldingizda yozilish shakli bosh, o'rta va oxirgi shakllari bir xil, faqat nuqtada farq qiladi. Istasangiz boshini tabut tarzda, istasangiz o'rtasini ham yoki bularni b qilgan holatda tatut yoki boshqa so'zlarni yasashingiz mumkin. Yana davom etamiz. Endi t bilan boshlaymiz mana. T, b, t. Ta, bit. Misol uchun. T, a, ta, b, i, t. Tabit. A, t, tanvin bilan. A, t, eslang, tin to'g'ri. A, tin tarzda. A, tu bo'ladi va ikkita qo'ysak unga aylanadi. A, tun tarzda. Yana ozgina davom etamiz. Sal murakkablashamiz. Ko'rib oldingizda bitta chiziqda davom etyapman. Faqat nuqtalarda. Agar tagiga bir dona nuqta qo'ysam b bo'ldi, tepaga ikkita qo'ysam t bo'ldi. Tagiga yana bitta nuqta qo'ysam b bo'ldi, ikkita qo'ysam t bo'ldi.
harakatlarni istagancha qo'yishingiz mumkin. Ba yoki budan boshlashimiz mumkin. But, but, tin misol uchun. But, tin. Arab tilini o'rganishda davom eting. Bu video boshqalar uchun foydali bo'lishligi uchun like tugmasini bosing. Izohlarda esa fikrlaringizni kutaman. Siz bilan birga Ibrohim Muhiddin, ma'as salama.